Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana Sihat klinikasida navbatdagi operatsiyani boshladik. Bemor 19 yosh. Jinsiy holat qiyshayshi bilan, ya'ni jinsiy holat past tomonga qiyshaygan. Bemor voyaga yetgandan keyin aniq bo'lgan, bu ham tug'ma holat. Hozir plastik operatsiya qilib, jinsiy holatni to'g'rilash operatsiyasi o'tkaziladi. Agar siz yaqiningizda ham qarindosh tanishlarda shunaqa qiyshaysh, jinsiy holat qiyshayshi bilan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bunaqa holatda Sihat klinikasida albatta yordam beramiz.